Assalomu alaykum hurmatli Gold Mobile kuzatuvchilari. Bugun sizlarga Samsung flagman modellar va juda ham ko'pchilik kutayotgan iPhone 13 Pro va Pro Max narxlarini sizlarga bir aytib o'taman. Sizlar o'ylagan narxdan arzon narxga taklif qilaman. Videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Gold Mobile sizlarga ustunlik jihati qolgan magazinlarga nisbatan har bitta smartfon 100% kafolatga ega bo'ladi. Har bitta smartfon albatta garantiyalarni yozib jo'natib beramiz. Telegramdan tepadagi raqamga yozsalaring, to'rala tomonni shaxsan o'zim sizlarga ekranlargacha yoqib video qilib ko'rsatib beraman. Ma'qul kelgandan keyin zakaz berasizlar. 200 ming oldindan zaklab, qolgan telefon e'tiborga ko'rib tekshirib, bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. Bizdan telefon olgan obunachilarimiz bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Xudo xolasa, narxlarni sizlar o'ylagan narxdan ham arzon qilib, ishlaringiz sifatli va garantiyali qilib bitkazib beramiz. Aytib o'taman, har bitta smartfon Gold Mobile'da email registratsiyasi ofitsial holatda ro'yxatdan o'tgan ta'kidlab o'taman va SIM Plus SIMgacha ro'yxatdan o'tgan. Adres so'raganlar uchun Farg'ona viloyat Marmar shahar Anso savdo markazi to'g'ri joylashgan. Kelib tashrif buyursalaring bo'ladi. Birinchi bo'lib hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga iPhone 13 Pro Max 95-93%. Holatlari zo'r. Ko'rsatib o'tirgan hozir vaqt video cho'zilib ketadi. Holati zo'r, yozsam ham video qilib tashlab beraveraman. 92%. Dastavkamiz 12 ta viloyatga mutlaqo tekin, hurmatli kuzatuvchilar. Bemalol zakaz bersalaring bo'ladi. Xohlagan rasvetkalarning davomida bittasini obzor qilib beray. 92% ekan bu mana. Holati juda ham ideal smartfonda. 92%, 94 xohlasangiz shunaqangi gold rangida va space gray rangda xohlagan rasvetkalaringda xudo xolasa bor. 94 SIM amerikanskiy LL regionda. Keyin ketidan iPhone 13 Pro lar ko'rsatib o'taman. Batareya yo'nalishlari 100% uslinni yaxshisidan qo'yilgan. Nastroykada hech qanaqangi ошибка, detal yozuvi yo'q. 100% kafolat beriladi, hurmatli kuzatuvchilar. Narxlari bu smartfonda arzon narxda chiqadi. 13 Pro Max da aytib o'tdi. 400 hop. $80 boshlanib $505 holatdan kelib chiqib xarid qilsangiz bo'ladi. 13 Pro lar narxiga keladigan bo'lsa, hurmatli kuzatuvchilar, bu smartfonlar $410 dan $430 holatidan kelib chiqib xarid qilsangiz bo'ladi. Xohlagan rasvetkalaringda bor, xohlasangiz shunaqangi Terra Blue rangda xarid qilsangiz bo'ladi. Xudo xolasa bu smartfonlar restavratsiya basligini eslatib o'taman. Albatta Gold Mobile borini aytib sotadi. Batareyaga almashgan deb aytamiz sizlarga. Yolg'on gapirib, xudo xolasa savdo qilmaymiz. Borini aytib sotamiz, ma'qul kelsa xarid qilasizlar. Qo'limda S23 Ultra 12256 lik xotira, batareyalari 5000 mAh, SIM holati go'zal tiniq holatda $505 tashkil qiladi. Keyin ketidan S22 Ultra burgundiy rangda va 2 dona burgundiy, 2 dona qora va 1 dona green rangda xarid qilsalaring bo'ladi. Salafaniga bitta e'tibor beringlar. Hurmatli kuzatuvchilar, bu smartfonlar mana qaranglar. Shunaqangi yaltirab taniq sostenada bo'lib turibdi. Xohlagan rasvetkalaringda bor. Salafaniga ham alohida e'tibor beringlar. Xo'p, bu smartfonlar hurmatli kuzatuvchilar, narxlari $390. Eng tiniq holatda B plusini xarid qilmoqchi bo'lsangiz ham arzonroq bo'ladi. Bitikda petnosi bo'ladi. Ularni narxi $370-75. Undan ham arzonroqqa chiqishi mumkin. Yangi kelgan yana bir qator yozsalar narxlarni qarab beramiz. Birinchi bo'lib sizlarga qaynoqqina obzor qilib beryapman. S21 Ultra 12256 xotira, 5000 mAh batareya, Exynos 2100 protsessor. Holatlari go'zal smartfonda $305. Bu 270-280 lik smartfonlar ham emas, holatlari xudo xolasa tiniq. 270-250 dan ham sotdik, ularning holati pastroq edi. Keyin ketidan S22 plus 5G 3 dona. Xohlagan rasvetkalarni mana. Taniq holatda bu smartfonlar pushtisi zo'r sostenada 8256 xotira, 4,5 mAh batareya, $265. Hop, green rangda zo'r sostenada $280. Hop, qorasi esa B+ holatda, tepasida bitikda petnosi bor, mana ko'rishingiz mumkin. Ekranlari, orqalari juda ham zo'r holatda, tepasida vashi bilinmaydi, arzimagan. Lekin albatta aytib o'tamiz biz, bu smartfon narxi shunga yarasha arzon chiqadi, $260 da tashkil qiladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Ketidan S24 Plus 12256 xotira, 4900 mAh batareya, holati tiniq. Zo'r sostenada $425 ga. SIM Plus SIM o'tgan Exynos 2100 buni protsessori, E2400, 2100 bo'lsa S21 Plus 5G protsessorlari. Hop, 8256 xotira, 4800 mAh batareya. Salafaniga bitta e'tibor bering. Smartfon taglariga salafan, tepalari ideal holatda $235.
Salafansiz esa 230 dollar zo'r sostanadi. Ketidan Samsung Note 25G salafani bor tepasida, qolgan joylarida yo'q, lekin holati smartfonni juda ham ideal holatda. 8256 xotira, 4300 ampere batareya. Narxi 185 dollar. Eng tinig'i 95-200 gacha sotishyapti atrofda. Imkon qadar sizlarni o'ylab arzon narxda taklif qilaman. Keyin ketidan Samsung A32 5G modelini taklif qildi. 4 ga 128 ta xotira bilan jihozlangan. Ishlashlari hamma yo'g'i juda ham planli, chotki holatda ishlab beryapti mana. Ko'rishlar mumkin. Bu smartfonning bekasini aytib o'tay, kompyuterda o'tgan bo'ladi, 75 dollar. Samsung A95G 6+6 RAM, 128 xotira, 4,5 mAh batareya, полностью salafan 155 dollar. Chegirmada. Keyin ketidan Samsung Z Flip 5 modeli va Z Flip 4 modelini siz qaysi birini olgan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Batareya quvvatlarini sizlarga solishtirib beraman. Ikkovi ham 3700 ampere, operativkalari uniki ham, buniki ham 8. Lekin oldida ancha farqi bor. Buni kichkina ekrani bor, bunda bo'lsa katta ekran mana. Ko'rishlaring mumkin, qaranglar. Ancha farq qiladi yonlarida. Xo'p, bu smartfon 295 dollar, bunisi esa 215 dollar. Eng tiniq holatlarda. Keyin ketidan Samsung S25G 12 ga 128 xotira, 4 mAh batareya, Snapdragon protsessor bilan jihozlangan. Hurmatli kuzatuvchilar, buni holatini bitta ko'ringlar o'zlaring. Juda ham ideal holatda smartfonlar, absolyutno toza. Narxiga keladigan bo'lsa 180 dollarda tashkil qiladi. Eng tiniqlarini sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Endi S25G so'raganlar uchun saralanib qoldi S25G'larimiz, lekin holati tiniq, kamayib qoldi demoqchiman. Juda ham ko'p edi. 15 taga yaqin S25 bor edi, 5 dona qolibdi mana. 4 dona violet va 1 dona qora rangidan 8256 xotira, 4 mAh batareya. Bu smartfonlar narxlari 180 dollardan boshlanib 205 gacha tashkil qiladi. Uni bitta e'tibor bering. Orqada zavodskiy plyonkasiga, holati go'zal. Har biri ideal holatda. Mana 185 ning ko'rsatib o'tay, holati tiniq, faqat kirishkasida sal chexolda chiqib qolgan xolos. Hech qanaqa ekranida qirilgan, chizilgan dog'i, defekti, aybi nuqsoni yo'qligini eslatib o'taman. Smartfonlar xudo xolasa hamma yo'g'i chiroyli sostanada bo'lib turibdi. Video foydali bo'layotgan bo'lsa, bizga obuna bo'lib, videoda yaqin do'stlaringizga yuborib, kommentariyada o'z fikrlaringni yozib qoldiringlar. Keyin ketidan S24 5G lar ko'rsatib o'taman sizlarga, hurmatli kuzatuvchilar. 8 ga 256 xotira, 4 mAh batareya, 1 SIM, 4 SIM. Xo'p, 256 talik va 512 talik bor. Bir dona 512 talik mana ko'rishingiz mumkin. Holati yaxshi smartfonni 410 dollarga xarid qilsangiz bo'ladi. 512 taligini, bularda esa 405 dollardan xarid qilsangiz bo'ladi. 410 dollarlik va plus yonlarida sal shilinib qolgan xolos. Mana ko'rishingiz mumkin. Bunaqa strashniy ham emas. Zagas peroraslar. Keyin ketidan S25 5G modelini ko'rsatamiz sizlarga. Elegantli, kompaktli. Hozirgi kunda bu smartfonga talab tobora ortib boryapti, chunki ko'p sotilyapti bu model ham. Ranglari ham juda ham chiroyli-da. Neobычный rangda hech qaysi modelda yo'q-da bu ranglar. Misol 20 da ham, 21, 22, 23, 24 hech qaysida yo'q. Neobычный ranglarda chiqqan, qarang. 12 ga ham buni operativkasi, batareyalar 4000, SIM, SIM, holatlari go'zal, 515 dollardan xarid qilish imkoniyati bor. Tanlov o'zingizda. Yoqqan rangini zakaz bering, Telegramda yozing, men sizga shaxsan o'zim video qilib beraman. Xudo xolasa bugungi smartfonlarimiz shulardan iborat. Narxlar ma'qul kelgan bo'lsa, o'ylanib o'tirmay hozirroq zakaz beringlar. 12 ta viloyatga dastavkamiz mutlaqo tekin, tezkor BTS pochta orqali garantiyalari bilan va bonus bilan yetkazib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.